Hammaga salom va biz 7 kunlik challenge'imizning nihoyat birinchi kuni va provadan testida bir haftaning ichida nazariy qismiga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Shuning uchun bir haftaning ichida tayyorgarlik ko'rganmiz, qaysi ilovadan va qaysi saytdan ayniqsa va qaysi onlayndan tushirganimiz va bizga yaqindan yordam bergan Avtotest jamoasiga juda ham katta minnatdorchiligimizni bildiramiz, chunki u bizga shu sayt nomidan yoki chegirma sifatida qo'yib berganligi uchun bular uchun keyinchalik reklamalarni ham qilib beramiz. Nasib qilsa, hozir esa birinchi darsimiz, ya'ni o'sha test bo'yicha tanishgan ilova. Bu saytda bunaqa emas, aytishdi ilovalardan tayyorgarlik ko'rmanglar, chunki bu ilova juda ham onovi deganligi uchun. Keyin shu maqsad asosan testdan o'tinglar va sizlarga chegirma ham qilib beramiz degandi. Va biz boshladik. Prava olish uchun biz biletni qilamiz, chunki bilet orqali tezroq yodlashimiz juda ham zo'r bo'ladi. Bugunda o'zi jam o'zi nechta bilet bor ekan? 64 ta bilet bor ekan. E'tiborlaringiz kerak. 64 tadan birinchi biletdan boshlaymiz va ketdik. Bizni birinchi biletda nima savol kutyapti va qanaqa bo'ladi? Hozir ko'ramiz. Lekin bu narsa juda ham muhim. Men undan oldingi vaqtlarda men tayyorgarlik ko'rganim prava, oson prava va undan tashqari yo'l harakat qoidalari bo'lgan. Menda boshlang'ich bilimlar bo'lganligi uchun unchalik qiyin bo'lmagan, o'rta bilim desa ham bo'ladi. Endi yuqori natijaga chiqishimiz uchun harakat. Cho'tdan nimagadir kirmayapti. Hozir biletga bo'ldi. Mana ko'rishlar mumkin. Bu prava testi birinchisi bor. Bu belgi ta'sir oralig'ida qaysi avtomobil uchun to'xtab turishga ruxsat etiladi. Bu har doim bilamiz sariq avtomobilga. Bu yerda o'zi nogironlik taniqligi belgisi deb yo'l harakati birinchi anonsda bor edi, lekin sariq avtomobilga to'xtash mumkin etiladi. Qaranglar. Transport vositalari orqaga harakatlangan haydovchi qanday talablarni harakatda bajarish kerak? Boshqa eng sizlarga e'tibor berib bunaqa emas. Ba'zi uzun so'zlar, ba'zi kalta so'zlar, lekin e'tibor beringlar, harakatning boshqa ishtirokchilariga xalaqit bermas degan qoidasi juda ham ko'proq to'g'ri keladi. Yo'lning qarama-qarshi harakati yo'nalishi tomonga chiqish qachon tekshiriladi? Ya'ni bu yerda men bilmadim, lekin adashmasam ikkala javoblar ham to'g'ri bo'ladi. Qara, ikki tomonlama harakati 4 dan oshiq yo'l bor. Bu ham to'g'ri keladi, lekin ikkinchisi ham to'g'ri keladi. Shuning uchun yuqorida barcha holatda deymiz. Endi bu yerda qaranglar, bu ham bor yo'l harakatida, lekin bittasi hozir bor. Qaysi transport vositasi haydovchi yo'l berish kerak? Bu yerda e'tibor olishimiz kerakki, birinchi bu yerda yashil yongan. Birinchi o'rinda yashil yonganga e'tibor beraylik, chunki qizildan qaraganda, buyruq bergandan qaraganda asosiy buyuruvchi, ya'ni yashil yongan. Yashil eng kattasi hisoblanadi deylik oddiygina jadal tilda. Shuning uchun bu yerda faqat yengil avtomobilga yongan, tramvayga faqat agar yo'lovchi o'tkazib yuborib o'ngga burilish degan, lekin u ham o'ngga emas, ya'ni narigi o'ng tomonga buriladiganlar uchun bu o'ng tomonga burilish ko'rsatkichi ko'rsatilgani, lekin bunga ma'lumlik emas, chunki o'rta qismda harakatlanib kelyapti. Shunday yo'l berish kerak. Avtomobil shu yerda to'xtanglar. Enshunugun qaysi transport haydovchisi yo'l berish kerak degan joyda nimaga meni qiziqib qoldi. Tramvay haydovchisining bosh o'rniga avtomobil haydovchisi, ya'ni yo'l berilishi kerak desa avtomobilga berish kerak deyish o'rniga men shuni qilyapman, lekin bu to'g'ri edi javobim tushuntirib berganimga qaraganda. Qaysi transport vositasi haydovchi chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi? Qaranglar, bu yerda aytganda buyuruvchi ishora, ya'ni buyuruvchi ishora bu yerda bor. Bu buyuruvchi ishora bizga birinchi taalluqli bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda chorrahada birinchi bo'lib o'tadiganlar yashil yonib turgan, ya'ni avtobus avtomobillar uchun birinchi yo'nalish bo'ladi. Shu yerda aytyapti, avtomobil harakati sarg'ish rangli miltillovchi chiroq yonganda harakatlanishga uchun yordam beradimi? Ya'ni yordam bermaydi. U ma'lum bir, lekin sariq emas, boshqa bir misol tariqasida aytishimiz mumkinki, ya'ni misol mana tezlik yordam, militsiyalar yoki bo'lmasa pojarniy xodimlariga u yo'l beringga turadimi, qizilda bo'ladi, ularga ruxsat, chunki ular agar semafor uni ham chirog'i yongan bo'lsagina, bu yerda yo'q. Atak bu yerda yo'naltirgichlar qaysi bo'ylab harakatlanishga ruxsat etiladi. Bu
Bu manobanda ham yo'l harakat qoidalari va oson pravlarda ko'rasizlar, lekin atak asosan bitsa hozir bu savolda qaranglar. To'g'riga buyuruvchi belgi beryapti. To'g'riga bergandan keyin bizda o'ng qo'l qoidasi ham bor. Shuni inobatga olganda A va G hollarida ruxsat etiladi. Faqat bu yerda A va G yo'nalishlar bo'ylab desak bo'ladi. Qaysi shartlarga transportdan tekshirish tekshiriladi? Ya'ni tekshiriladi deb turibman bunaqa narsani. Qaranglar. Ko'rsatilgan narsa kompress premium tormoz tizimi o'tkir bosimga ta'minlay olmagan holda ishi hammasi kak bo'lishi kerak. Ko'rsatilgan narsa bo'ladi. Hammasi telefonda ko'rsatilgan narsa debdi. Qaysi vaqtda egri yo'lda harakatlangan avtomobil tuyg'unligi ta'minlanadi? Ya'ni tuyg'unligi ta'minlanganmi? Ya'ni avtomobil egri yo'lda, ya'ni tezlik oshganda, uzatmalanganda, uzatma ajratilgan holda, tezlik oshirilganda tuyg'unligi ta'minlanganmi? Shu bo'lish kerak. Uzatma ulanganda ekan bu xatomanda. Lekin bu savolda men bunaqa narsa olmagandim. Ya'ni men uzatma ulangan holatda degan javob bo'lardi, lekin bu yerda menda savol boshqacha keldi. Bundan oldin men savolim bemalol onoda ulangan avtomobil o'zi ulangan bo'lishi kerak derdim. Bu yerda qaranglar, harakatlanish taqiqlangan. Kimlarga? Ko'k, yashil va oq avtomobillarga yurish harakatlanish aniqlanadi. Ya'ni ko'k, yashil avtomobillarga o'zir taqiqlanadi debmi? Shunda ko'k, yashil, oq avtomobillarga chunki ularga ruxsat berilgan oldi tomondan va o'n tomonga to'g'ri keladi. Umurtqa qafasi qanday shikastlanganda qanday tashiladi? Bu narsaga ham keladigan bo'lsak, asosan uni orqa tomonda yotqizgan bo'lamiz. Eslab qolinglar. Haydovchi harakatlanib boshdan oldin qanday amallar bajarish kerak? Eng bu yerda aytganimdek gapdonaqa xalaqit bermaslik. Bu kalit eslab qolinglar. Agar mana shunaqa savol kelsa, eng ko'proq xalaqit bermaslik sharti bilan shunaqa narsalarga e'tibor beringlar. Men bu narsani endi aytib ketyapman. Qaranglar. Bunday ishonchlik belgisi bilan ishlaydigan vositalar eng kamida mana 26 deyapti. Shu yerda gapni qilishimiz kerak. Og'masli katta o'lchamli yuk tashib chiqib ketamiz. Furgon, yuk avtomobil odamlar bu furgon bo'lmaydi. Og'ir vaznli katta o'lchamli bo'lgani bilan bu yerda tilechka va kak bo'lyapti. Shuning uchun uzunligi yuk avtomobil 20 metrdan ortiq bo'lgan transport vositasi haqida. Bu yerda 20 kart so'zni eslab qolinglar, 20. Undan keyin bizda kak qanday bo'ladi? Avtomagistrallar taqiqlanadi. Qanday holatda? Qayilib olish, orqaga harakatlanish, to'xtab turish joyi, yuqorida barcha. Bu yerda adashmasam yuqorida barcha deyardim. Orqaga harakatlanish deb javob chiqib qolsa menda emas. To'g'ri, yuqorida. Chunki ba'zi bir savollarda ham bor bu narsa. Matn chizig'i nima haqida? So'zlarda umuman chalkash qilib qo'ygan, bola adashi mumkin. Bu yerda keyin sizlarga aytaman, stop belgisi bo'lgandan keyin to'xtamasdan harakatlanish tekshiriladi. O'zi to'xtamasdan harakatlanish tekshiriladi emas, to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi degan savol bo'lishi kerak. Bu yerda savollarda noto'g'ri tuzib qo'ygan, lekin mayliki, endi nima ishlayapmiz? Shu joyda to'xtab turishga ruxsat etiladi. Bu yerda haqiqatan ruxsat etiladi, ya'ni yonida o'tib ketishga yo'l bor, 2,5 metrdan oshiq va undan tashqari uni taqiqlovchi belgilar yo'q va aholining yonida. Shuning uchun ruxsat etiladi. Bundan keyingi qaysi transport vositalar haydovchisi harakatlanishga ruxsat etilgan? Bu yerda men aytardim, har doim yengil avtomobil birinchi harakatlanadi. Shuning uchun bu yerdagi eng ruxsat etilgan narsalar yengil avtomobil va avtomat. Yengil avtomobil haydovchisi o'zi bosib ketdi. Qaysi yo'nalishdagi harakatlanishga ruxsat etiladi? Bu narsa ham juda muhim. Qaranglar, bu yerda kirish taqiqlangan degan joyda chapga taqiqlangan deyilgan va bizda javob qoladi. Chapga to'g'riga umuman to'g'riga bitta o'zi bo'lmaydi, o'ngga ham bitta o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun to'g'riga o'ngga va qayrilib borishga. Shuning uchun elektrikak chorrahadan birinchi bo'lib qaysi o'tadi avtomobil? Bu yerdan birinchi bo'lib turib o'ng qo'l qoidasiga e'tibor beramiz va bu yerda o'ng qo'l qoidasi bo'yicha yashil, umuman o'ng tomondan umuman mashina yo'q. Undan tashqari chorrahadan chapga burilyapti va undan tashqari bu o'ngga burilayotgani uchun harakat onasi yo'q. Shu sababdan elektrikak unchalik ona bo'lmagani uchun birinchi bo'lib bizda yashil avtomobil o'tadi. 20-o'rinda elektrikak bu yerda nima deyapti? Tibbiy qutichasi o't o'chirgich bo'lmagan qas. Bu yerdagi N1, M2, N2 va N3 toifadagilar hammasi kirib ketadi. F1, F2, F3 bo'lib turib hamma javoblar to'g'ri chiqadi. Va bizda yana qayta savollar keldi va bu yerda yakunlashga bosamiz va to'g'ri javoblar 17 ta, noto'g'ri javoblar 3 ta yakunlash. To'g'ri bizda 20 tadan
17 tegishli, lekin etak bizda 3tasini tavakkal onasida bosib yubordik, lekin asosan ko'proq shu narsaga e'tibor bergan edik.